Leksiyimizi davamlaştırmaz, hörmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2020 yıl 12. ayının 26. günü. Yukarı leksiyanın davamı sizlerge sözde vatkan leksiya 1950 yıl 2. ayının 12. ve 14. günleri de Rusya'nın payitahtı Moskva Kreml sarayıda Stalin bilen Cumhurbaşkanı reisi Mao Zedong oturusida imzalangan iki parça kelişim. Birincisi dostluk şartnaması ketdi. İkincisi hazırgacha maxfiy tutulgan, sirliq saqlanıp kelgan maxfiy alaydi kelişimning leksiyasi, hörmetli vatandaşlar. Endi bu ahir qismi leksiyanın yukarı leksiyanın davamı 7. alaydı kelişimde mundaq belgilendi. Şartname imzalagan iki taraf yoki iki davlat iki Mongoliyada, Şinjan'da yoki navbatdagi mustamlik Uyg'uristonda, Tibet'te her qaysi millatlar o'zlarining xalq jamhuriyatini qurishga qo'shiladi. İki taraf yoki iki davlat ularning mustaqil bo'lishiga o'rtaq mas'ul bo'ladi va o'rtaq yo'laydi. Bu belgileme Cumhurbaşkanı'nın egilik hukukunu yo'qotishni oshkorlab berdi, deydi Abdur hozir yozib atgan Abdur. Sovetlar ittifoqining Cumhurbaşkanı'nın zamin territoriyasini bir taraf qilish imtiyozi bor edi. Bu gapga diqqat qiling, shu vaqtida bir yerni berish Cumhurga yoki Cumhurdan bir yerni elib olish bu huquq Sovetlarning imtiyozli huquqi edi. Men 7. maddesini yana bir o'qib o'tay. Kechiring buning uchun meni vatandoshim. Hali takrorladim deb hapildigan bir ta'ti vardı. O bam yo'q hozir bilmayman. Bu takrorlaydigan gap buni. 7. alaydı kelishimda mundaq belgilendi. Şartname imzalagan iki taraf. O chiqaysak Rossiya bilan Cumhur. Yoki iki davlat. O chiqaysak yoki iki davlat. İçki Mongoliyada, Şinjan'da, Tibet'te her qaysi millatlar o'zlarining xalq jamhuriyatini qurishga qo'shiladi. İki taraf yoki iki davlat ularning mustaqil bo'lishiga o'rtaq mas'ul bo'ladi va o'rtaq yo'laydi. Cumhur ve chet elning tarixida davlatning manfaatini va siyosiy hokimiyatini setib etadigan vatan sotquchi o'g'irlab o'tirg'i chiqqan edi. Bu Abdurning gapi. Lekin har qanday bir siyosiy hokimiyat butun davlat kuchi bilan fuqarolarning hayotini boshqa bir davlatga qurbon qilib beradigan ish ko'rilmagan edi. Butkul 50. yıllar devrinin tarixida Cumhurbaşkanı'nın Sovetlar ittifoqining quli bo'lish, o'rniga tushib qilish tarixi shu davrlarda bir Cumhurbaşkanı'ni urib o'ltirib etsangmi jinoyatsiz jazoga tortilmaydigan, sen Sovetliklar to'g'risida ozroq norozi bo'lib fikir berdigan bolsan, bolay afetke duçar buladigan tarihi devirlaydi. Biz hazır şu yıllarda tarqıtılgan Cumhur Sovet dostluk, ittifaqdaşlık, hamkorlik şartnamesini hatırlaydigan poçta markasiga qaraydigan bolsak, avval diqqat qiladigan emas. Mo'sha poçta markasining mazmunni aksi ettirib beradigan bu poçta markasining kaynidiki haqiqiy tarixiy voqealardir. Biz hergiz unutmasligimiz kerakki 2 kun vaqt ichida shu vaqtda Moskva Kremlda
biri-biriga töpten o'xshamaydigan ikki parcha shartnoma imzolangan edi. Yuqoridagi deb o'tdik. Birisi tashqari dunyoga e'lon qiladigan Jungo Sovet do'stlik, ittifoqdoshlik, o'zaro hamkorlik shartnomasi. Yana birisi amaliy ijro qiladigan maxfiy alayda kelishim. Niqoblangan do'stlik shartnomasining kaynida Jungo xalqining haqiqiy tarixiy xotirlangan edi. Demek bu yerda Tibetlarga, Uyg'urlarga, Mo'ng'ullarga davlat qurib berish bu ijro qilinadigan shartnoma. Esingizda bo'lsin vatandosh. 1952-yili 2-oyning 12-kuni Moskvada Jungo Sovet ikki taraf bu maxfiy kelishimni imzoladı. Jungo tarafdan kelishim imzolashga riyosatchilik qilgan kishilar Mavzudong boshchiligida Jo Illay to'liq huquqli vakil bo'lib, maxfiy kelishimga imzo qo'ydi. Sovet ittifoqi tarafdan kelishim imzolashga riyosatchilik qilgan kishilar Stalin boshchiligida Sovetlar ittifoqining tashqi ishlar ministri Andrey Veshinskiy to'liq huquqli vakil bo'lib, maxfiy kelishimga imzo qo'ydi. Bu turlik bir parcha maxfiy kelishim butunlay Sovetlar hukmronlarining huquq manfaatlariga va maqsad muddaolariga bo'ysunish, himoya qilish bilan imzolangan maxfiy kelishim, maxfiy shartnomalar edi. Leksiyimiz tugadi, hurmatli vatandosh. Yuqorida ko'rib etdinglar, o'zingizning taqdirini, kimning taqdirini endi siz bilan tuvanda muhokama qilamiz. Bu yerda bir tatliq gap chiqdi, men dedim, ko'z qarashim o'zgardi dedim. Tezli o'zgarib ketdimi yoki ko'z qarashim? Buni siz bilan muhokama qilishimiz.